Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Bu 151. numurluk dersimizde küçük ya qip qaptı, oturdu, üzülüp qaptı da. Ben keyin dersini anlap bakıp keyin es qildim. Şu 7-8 qurya hem de bu ma'na özgərib ketdi. Hem ikkinchidan hem de Abdur'nunki kitabıga hürmet qilmasa qolmaydi. Bu kitapni hem de aynan şekilde ders qilayotgan ekan. Yani bu Jalaluddin Suyuti'ninki Tarihul Hulafa namlı kitabının 468. betide mesela bir otlam sununki kıymeti degan bir temini so'zladik. Shuningdan keyin mesela Harun yig'lidi degan gap tushgandan keyin madasi kelmoqchi. Biz shu yak ulab anlasanlar bo'ldi. Yani bu qilib qolgan darsinki temisi Shaybanning Rashidga nasihat qilishi deydi. İbn Cevzi şundaq deydi. İbn Cevzi degan ayni vaqtdagi shu Bag'dodda o'tgan katta buyuk allomalardan. Shu Hanbali mazhabiniki ishida chiqqan eng zohid taqvo. Bu odamniki darsini shu mikrofon yo'q davrlarda 50-60 ming odam bir qatimda so'rinda tingshaydi ekan. So'zni ta'sirlik odamni yig'ilta oladigan, o'zimni taqvo solih o'tgan zohid olimlardan bo'ldi. Kitoblari yomon ko'p bu odamniki. Şu adam deydi hem de Reşit Şeyban'a mındaq degen ki Şeyban şu öz devrdeki dağınlık şu vaizla, natıkla hem zahitla qatardaki kişilerden biri. Şeyban'a hem de bana bir nasihat qilib qo'ygan deb. Harun Reşit'ninki bir güzel yeri şu katta ulamalardan davamlıq nasihat talab qilindi da. Bunun yaxshi yeri şu. Şuna olan Şeyban mındaq debdi. Hem de senin dedi, seni korkutup turduğun adamga hamra bo'lishing o'zing bir xotirjamlikni his qilgan qadar seni davomli papilab seni bexutlashtirdigan, sana bir eminlik berib turdigan odamdan yaxshi dedi. Keyin qo'rqinchini topgan o'g'liga. Shundan Rashid debdi, Harun Rashid. Bu gapni texim bir aniq bir konkret bir tushuntirib bergan bo'lsang degan ekan, bu odam mundaq deb. Masalan, ba'zi kishilar sana sen shu fuqarolardan mas'ul, deb fuqarolar to'g'riliq sen javobgar, qiyomat kuni Allohning oldida so'rilsa, shuning uchun Allohdan qo'rqin degan odam sana eng yaxshi nasihat qilgan, ixlos qilgan, samimiy odamdir. Bazıları mesela sana vaysil degan peygamberimizin tuqqini, peygamber evladı, günahını mağfiret kılıngan, sizlegan ehli beyt, aile tavabatı deydigan adamlardı. Mavla sizlerge nəhət samimi nasihat qilgan kişilerdir. Degan. Şundan Harun Reşit yığılab ketib, hatta etrafdaki adamlar bununla hissa chiqib ketgan dedi Harun Reşit'e. Bu hem de Harun Reşit'e nisbeten nəhət iğir derecede berilgan bir testek derecelik nasihat bu. İni qalatdan qo'pol deyilgan bilan amma haqiqiy samimiy aytilgan nasihatda. Hamda İmam So'lininki sanatlik holatda Avraq nomli kitobida keltirilgan bir mazmunda Harun Reşit xalif bo'lgan vaqtida Yahya ibn Xolidni vazir qilgan. Yahya ibn Xolidlar bular asli Barmaklar degan hozirgi Afg'onistondagi Balaqdan kelib, keyin bular hamda nima bo'lgan shu vazir bo'lgan. Bo'labmi Harun Reşit'ninki davrda bularniki shu vazirlik salohiyati mutlaq echitilganda Harun Reşit podshohlikdan mushuluk tashlab bergan shaklda nomda o'zi bor Harun Reşit. Ammo mush Barmak oilasiga butun huquqni o'tnab bergan bu odam. Hatta şu Yahya'ni padişah deb nom berganda ba'zilar tani shaklda. Chunki Harun Reşit'ninki hamda mutlaq huquqini mushu ijro qilingan gap. Hatta imzoni Harun Reşit qo'ymaydi. Mushning imzosi Harun Reşitning imzosi bilan o'xshash ijro qilingan gapda. Shunga tarixchilar Harun Reşit'ninki siyosiy jihatdagi xatoliklarning biri Barmaklarga huquqni mutlaq berib etgan degan. Ham keyingi davrda bularni mutlaq so'lab o'tirib, ajiq jazolab hokimiyatni qaytadan bu odam kuchaytgan. Shunday bo'lsa-mu, hamda vaqt o'tganda İbrahimul Mevseli şu haqda mundaq degan. Qaramamsizlar, bu quyosh kesal edi, Harun kelgan vaqtida quyoshning nuri qaytadan parladi dedi. Dünya Harunning podshoh bo'lishi bilan texmi go'zal bo'lib ketdi.
Harun bu dünyanın valisi, Yahya onun veziri degan. Şunun bilen Harun Reşit onunla 100 mingni, Yahya 50 mingni berdi dedi. Muş gap qilib qapti ekan. Mushni to'liqlab olinglar. Bu 468-betdagi avval. Sallallohu alayhi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.